bunun keterlik şeylerden jusay, pomidor tuxumlarını videoda ko'rsatgan bo'yicha pak yuzib tayyorlab olamiz. Endi bunun total tuxumni chaqib yaxshi bir aralashtirib olgandan keyin qizillar, samsaq, jusay, pomidorlarni videoda ko'rsatgandek shundaq uzuncha qilib sıralatib to'g'rab tayyorlab olamiz. Arqadan lag'manjesini videoda ko'rsatgandek yaplaqlab besib, uzun qilib qozonga silib pishirib elib olamiz. Endi buni muzdek suvda bir chaqib atgandan keyin cho'ng ustamdan chamg'ur jangyosidan muvofiq miqdorda qo'yib tekshi aralashtirib olamiz. Ma chamg'ur jangyosining aloyligi kalpinning chamg'urni hamisha qilgan jumut tuqqanlar. Aptapni qurtish, jangyo purqi quyuq ham tarkibi mo'l, tuzliq ham sap. Chamg'ur jangyos tarkibida glikoza, yemeklik talasi va mineral moddalar mo'l bo'lib, hazm qilishni ilgari surish, immunitet kuchini oshirishga foydali. Tamoqlaringizga tamam xushpurak qo'shadi, mayliqlikni tugitadi. Ko'rib turganinglardek tuxumni pishirib olgandan keyin so'ng piyoz, samsaq, pomidorlarni silib qo'rib olamiz. Undan keyin cho'ng ustamning bovjo so'miyani tetib tutdim, bir bo'loq silib etamiz. Endi bularni yaxshi bir aralashtirib, quyuq ta'min chiqarib olgandan keyin muvofiq miqdorda suv quyib, suyini pishirib olamiz. Bir vaqt cho'p, jusay, qizillarza, tuxumlarni silib, yaxshi bir aralashtirib 2 minut atrofida qo'rib, qiyamning ta'mini cho'pning qat-qattiq sindirib atgandan keyin yaxshi bir aralashtirib taqsiga olsaqli bo'ldi. Ajoyib o'xshab ketibdiki, uydagilar maqtab turib yeb ketdi. O'rganib oldingizmi?